Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Bu S05 mashinamizning restyling varianti 2026-yil kuzovda bo'ladi. Bemalol qo'rqmang, 2026 durasida globalniy versiya bo'ladi. Ya'ni globalniy versiya degani ichida interfeysda o'zbek tillarigacha bor, ya'ni multimediada, buni keyinroq ko'rsatib ketaman. Голосовой помощник rus tilida ishlaydi bu mashinada. Уже tayyor bo'ladi rusifikatsiyalari. Xo'p, mashinamiz juda ham chiroyli. Kuzovlari atsinkovniy, ya'ni rjavchina, korroziyadan qo'rqmaydi. Mashinamizning faralari, hop, bu dnevnoy faralar, ya'ni ertalab shu kunduzgi faralar deyiladi, yonib turadi har doim. Bu o'sha основной faralar, ближний, dальний svetda yoqadigan faralar. Nimaga pastga o'rnatilgan? Chunki strechkadan kelayotgan odamni ko'zini asleplatmaydi. Oldida parktroniklar bor, mana datchiklari bor. Bu parktroniklar o'sha oldi bilan parkovka qilinayotgani juda ham effektivniy narsa. Shu pregradaga nimadirga yaqinroq kelsa, chiyillashni boshlaydi, stepinini ko'rsatadi chiyillashini. Xo'p, 360 gradus kameraning oldi kamerasi, jabralar o'ynab turadi har doim, sovutish uchun radiatorlar juda ham effektivniy narsa. Bu mashinaga setka qo'yish shart emas, srazu jabralari bilan o'zi chiqadi, to есть jabralari ham защита qiladi. Mashinangizda qizib ketgan bo'lsa, ochib radiatorni sovutadi. Hop, beskluchovoy do'stliklari mavjud. Diskalarni srazu aytib o'tib ketaman. Juda ham chiroyli diskalar, kovunli alyuminiy diskalar bo'ladi. Hop, ballonlarimiz shirokiy formatda bo'ladi. Diskalarimizning razmeri 18, 225 ga 60 dyumli ballonlarda turadi. Protektorlari yaxshi bo'ladi. Oldi podveskamiz независимый bo'ladi. Ya'ni har bitta ballon chuqurga tushishiga o'zi javob beradi. Ya'ni bitta o'smasda bitta ballonni o'zi tushib chiqadi. Hop, 360 gradus kamerani bokovой виденияsi. Hop, bu yerda datchik slipper zone mavjud. Eshiklari mana shu ko'rinishda bo'ladi. Hop, men sizlarga oldin orqalarini ko'rsatib beraman, keyin ruliga o'tiramiz. Hop, orqada monobrof LED lampali, значокini ham shu LED qilishgan. Juda ham chiroyli variantda. Bagajniklarimiz elektropaket bo'ladi. Mana o'zi ochilib, o'zi yopiladi knopkada, to есть anti-zajimlari bor, ya'ni knopkadan bosib tushirayotganingizda u narsaga tegsa, operatsiya qilsa, srazu ochib yuboradi, чтобы ezilib qolmasligi uchun, yosh bolalarning qo'li qolib ketmasligi uchun masalan qilingan narsa bo'ladi. Ruchnoy ham yopsa bo'ladi mana bu yerdan. Xo'p, bagajnikimiz 500 litrdan oshuv bo'ladi. Xo'p, bu yerda nimalar bor bizda? Tak, subwoofer bitta bo'ladi. Bu yerda akkumulyator, bortoviy akkumulyator alishtirish uchun joy. Juda ham keng bagajnik. Hop, sidenyalar откид qilingandan keyin 8 litrdan oshiqroq bagajnik bo'ladi. И ровный пол. Ya'ni spalniy qilib ishlatsa ham bo'ladi. Hozir